Do'stlar, ehtiyot bo'lamiz endi. Mana Marg'ilon yangi bog'ni bilasizlar. Ma'murjon Uzoqov bo'lgan eski ijodkorlar bog'i hozirgi kunda mana shu yo'ldan o'tib ketib, ehtiyot bo'lamiz. Sababi do'stimiz marojnaga yangilik qo'shib beribdilar. Marojnani originali mana. Past turuvchi, xudo xolasa mevalari bilan 2 xil marojnasi bor, pechenyelari bor. Общий 45 mingga to'xtayapti. 45 ming so'mga to'xtayotgan. Buni narxini eshitsalaring endi hali aka bordi, yig'lab boraman deyardilar. Aka, xafa bo'lmasinlar, to'g'ri, hali tanqid ma'nosida emas, tabiiy gapiryapmiz. Xudo xolasa mana shu turishi 15 ming so'm bo'lyapti ekan. Kelino'rada adres o'sha Karvonsaroy bog' oldidagi Marg'ilon ijodkorlar bog'ining oldidagi Karvonsaroy kelino'rada. Endi uzoqqa borishimiz shart emas ekan. Imini bugundan mana ishga tushdi, mana shu narsalar ko'rib turibsizlar. Oila bilan, ota-ona bilan kelib, uyga ham bemalol dastavka qilsa ham bo'laveradi. Xudo xolasa tez kunda dastavka ham joylari ham bor. Mashina qo'ygani joy yo'q deydiganlar uchun mana parkovka VIP mana. VIP kelaverasizlar. Bemalol kelaverasizlar. Oilaviy kelsalar ham bo'ladi, salqin. Orqada joylarini o'zi hamma bilsa kerak, Marg'ilon ahli biladi. Orqada o'tiradigan joylari ham juda shinam, chiroyli. Ustlarini yopib qo'yishgan, yomg'irda ham bemalol kelsa bo'laveradi. Hammalarni kutib olamiz do'stlar. Yangilikni barcha ma'lumotlarga jo'natib qo'yinglar.